Men ham yeganim yo'q. Qani yo'llagan? Odam bo'lmaychi. Siz salqinchada uxlaysiz. Mollar issiqda turadi. Tur mollarni salqinga olgin. Ismimda ham Molbek deb qo'ymabsiz-da birdan, ha? Qayoqda? Cho'milishga. Moldan bo'lganlar. Sizlar dastingdan men cho'milishga ham bora olmayapman. Sizlar mendan ko'p cho'milasizlar. Sizlardan emas, mendan mol dedi kelyapti. Ha, o'g'iltoy, qalaysiz? Rossiyada ishlar qalay ketyapti? Qani bugun bir pul tashlab yuboring-chi, mollarga yem xashak olish kerak. Ertaga emas, bugun pul tashlab mollarga yem xashak olib kelishim kerak, inson. Dada tezdadan tashasin. Aytayapman, tez pulni tasha. Yo'q, tezda ilovasidan tashasin. Rossiyadan turib O'zbekistonga hech qanday komissiyalarsiz pul tashasa bo'ladi. Uzkartmi, Humomi qanaqa karta bo'lsa, eng zo'r kurslarda pul tashasa bo'ladi. Agar mabodo kartangiz esdan chiqib ketsa, telefon raqami orqali ham tashasa bo'ladi. Sen qayoqdan bilasan buni? Ana Rossiyadan kelgan Sobir aka aytdi. Menga ham pul tashasin, ana to'ppa olaman. Sen mollarga qaragin. Tezda ilovasini tashlab yuborgin. Hamma narsa shu mollarga. Bugun hammasiga nuqta qo'yaman. Buni bir tomchisi itni o'ldiradi, ikki tomchisi molni o'ldiradi, 3 tomchisi nima qilasan o'zi? Ishing bo'lmasin. Bu uyda mol degan so'zni endi qaytib eshitmayman. Ich ozgina qoldi, ha, shunday. O'g'lim, bilaman, seni ham joningga tegib ketdik, mol deb, lekin bu mollarni bekorga boqtirayotganimiz yo'q. Bularni sotib, sen to'yingni qilmoqchimiz, uylantirmoqchimiz. Nima bo'ldi? Xotinsiz qoldim. Nadamli bu nadamli, dilberi